Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ben qarindoshinglar Nabija Ala. Bugünkü Muhaciret Gün Tertip programımızda 4. sani. Bugünkü programımızda asaslık şu Tayland'ın qaytırılgan 2015-yılı 7. ayının 8. günü, yani bugünkü günde qaytırılgan qarindoshlarımız hakkında toxtalmoqchimiz. Şunun bilen men bilen aldı bilen şu 2015-yıldaki şu vaqtni bir qarindoshlarımga eslatib o'tmoqchi. 2014 yılı emmemizden haber var. Vatenden çıkan qarindoshlarimiz Tayland arkalı Malaysiyaga o'tmoqchi bo'ladi. Malaysiyaga o'tish Malaysiya bilan Tayland chegarasi o'rtasida qarindoshlarimiz Tayland saqchilari tarafidan 300 dan ortiq shu vaqtning o'zida taxminan statistikada 300 dan ortiq qarindoshimiz Tayland saqchilari tarafidan qo'lga olindi. Ularni musofirlar tutib turish lageriga, ya'ni qonunsiz chegarani o'tgan degan jinoyat bilan, tuhmat bilan ularni musafirlar lageriga ilib bordi. Musafir lagerda hem de sani 300'ün aşkandan keyin bularning o ayollar va, bolalar va, erlar va bu şekildeki qarindoshlarimizni necha bir musafirlar lageriga tarqaqlashtirdi. Tarqaqlashtirib 2015-yılı 7. ayının yani şu vaqtga yani 7. ayının 5'e kelgan vaqtida 2 hafta burun, 1 hafta burun Türkiye'ye 175 bir statistikada 170 qarindoshimizni elib ketdi. Yani Türkiye'ye gönderip keldi. Asaslık bundan içinde köpüncüsü ayollar ve bolalar. Ekitip onun kendinden uyardık qarindoshlarımızga asosiyatin sizlarni şu Türkiye'ye yol salamiz deb ikinci turkumdagi qarindoshlarimizni 146 nafar qarindoshimizning asosliq ko'p sonliqi er qarindoshlarimizni asos qilgan 20 hemşire ve küçük bala kız qarindoshlarimiz bo'ladi. Bulardan ilib bularni nimaga olib bordi? Xitoyning ilib kelgan aeroplaniga besib bularni qaytarish urindi. Shu 146 nafar qarindoshimizdan 21 nafari naq maydonda Xitoy saqchilar bilan qarshilik qilib, ular bilan bağmaydiganligini bildirish u yerda qarshilik qilgan jarayonda 21 nafar qarindoshimiz shu Tayland aerodromida shahid bo'lgan bo'ladi. Bir taxminan statistika bu. Shuning bilan u qarindoshlarimizning qolganlaridan 124 nafarini nimaga elib ketdi? Vatanga elib ketib, shu jarayonda Xitoylar vatanga elib borgandan keyin har shakllarni jinoyat atib, u qarindoshlarimizni turmalarga uzun muddatlik anlaşımızda da neçilik qanchalik qarindoshlarimiz shahid bo'ldi, uni biz hozir statistika qilolmadik, ama ko'p sonli qarindoshlarimizni anliq uchurimizda turma qamoq jazosiga hukm qilingan deb xabarni anglayapmiz. Shu munosabat bilan men endi bu programmani asli guvohchilarni shu qarindoshlarimizni ekran ilib chiqib bu jarayonda ishlash imkoniyatimiz yer bermaganligi uchun men bazı qarindoshlarimiz telefonlar ulanma, bazı qarindoshlarimiz bilan ovozli şekilde ilib olgan söhbatimni har birlariga anlatib beraman. Shu qarindoshlarımızdan eg'izidan shu vaqtki, ya'ni 2015-yılı 7. ayının 8. günü nima ishlarning yuz berganligini, qanday bo'lganligini o'z og'zidan anglaysizlar. Hem bu gün bir unutilib ketilayotgan bir kun. Bu gün bizning deganimiz 146 nafar qarindoshimizdan ayrilgan kun. Hazırda da Tayland'da statistikada 50'den arttık. Kardeşimiz oxşamagan musafirlar lagerda yoki turmalarda azap çekilayotganligi hammamizga ma'lum. Shuning uchun bugünkidek bu kunda kunida o qarindoshlarimizni eslash bilan birga o qarindoshlarimizga solih duolarimiz bilan yod etishimiz va ularni o'zimizning qo'ldan kelgan yaxshilik bilan, yordam bilan qolgan mishal qo'limiz yordami tegidan qarindoshlarimizni pat müddette şu esirlikten kurtulur için Cenab-ı Allah'ın tileşiyle birge bu programımızı devamlaştırırız qarindoshlar. Ben vaqt münasebeti bilen köp gapni uzmayman. Hazır şu ma'lum bir davlatda turayotgan qarindoshimga telefon orqali ulunaman. Shu qarindoshimizning og'zidan ba'zi bir shu vaqtdagi ahvollarni o'z og'zidan bir anglaylik.
Assalamu alaykum. Aleyküm assalam ve rahmetullah. İnem kadar kavalınız bilen tudunuzma? Yaxşı Allah'a şükür selametçilik Allah'ın fazl rahmetle. Allah özürüm selametlikla. Yaxşı inem Allah'a şükür. Rahmet muşu mening teklifimni qabul qilib bizning mush naq maydon söhbetimizga ovozli şekilde olsunmu? Xitlib berganligingiz uchun rahmat aytaman. Shuning bilan birga bugungi juma kuningizni, Arafat kuningizni, ati yet kuningizni bu yerda tabriklab aytaman. İnem aldı bilan men shu sizga mushu siz endi shu bir mezgil 4-5 yil mening bilishimcha Taylanddagi musofirlar lageridami sizmi turib qolgan. Anandan keyin mushu 2015-yil 7-oyning 8-kundagi ahvollarni bilasiz. Şu vaqtdagi o'zingizning anlig'ini, ko'rginni mushu ekran orqali o'zingizning shu vaqtdagi ahvolini bir deb bergan bo'lsangiz deb bu ovozli shaklda siz bilan ulashdik qerinishim. Xo'sh. Buldu. Sizga ko'p rahmat. Mushu Taylanddagi hozir qilib qolgan 50 nechida qarindoshlarimiz bor Taylandda. Xo'sh. Mushu qarindoshlarimizni bir qutlash uchun ham qaytib ketganligining bir unutilib qolmaslik uchun Uyg'ur musulmonlarning orasida mushu suhbatni o'rinlashtirganingizga sizga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Alloh razı olsun. Şunu bilan birga mushu butun dunyodagi mushu Sharqiy Turkiston Uyg'ur musulmonlarining bugungi Arafat kuniga, aytadagi qurboniyatiga hammasining qurboniyatini tabriklayman. Hammalarning qurboniyatlari muborak bo'lsin. Şunu bilan birga men mushu Tayland turmusda shu 4 yilda ketib qoldim. Shu 4 yil yetish jarayonidan 2015-yili 6-oyning 30-kuni. Şu 6-oyning 13-14 atrofida şu ayol bolani Türkiye'ye götürmez. Ama küçük bala 18 yaşının astını yaşqa qalab ayollarni balalarni şu Türkiye'ye götürmez degan xabar keldi. Hammadan qo'shildi bu xabardan. Çünkü hemmamizning orzuyu şu Türkiye'ye chiqish, erkinlikka erishishdi. Bu ayollarga xabar kelgandikidan bilan qo'shildik. Şuna bilan birga hamda şu ayollarni, küçük balalarni şu tizimlagan bo'ldi. Elib menib şuna bilan bütün elqandı Taylanddan taraf-tarafda turumuz hamda. Bir yerlarmiz. Taraf-taraftaki ayollarni şu Taylanddan şu paytaxtda bo'lgan Bangkok IDC'ga yo'qlabdi. Bizning ishimiz chekini. Yo'qlab ayollarni yani bir 13 kundek tutibdi hamda. Xo'sh. Turib ondan keyin ama Türkiye'ye şu 2015 6-oyning 30-kuni, yani 29-kuni yo'lga sepdi. Ayol sog' salomat şu Türkiye'ye 30-chilar kelibdi. Şu ayollarning şu Türkiye'ye sog' salomat borganini şu ba'zi xabarlarni olib degandek. Onumuzda hoş oldu ya. Çünkü bizden arzuyu Türkiye'ye çıkış hamda. Shundoq. Ayollarning sog' salomat Türkiye'ye chiqib qoldi, hammamiz xush bo'ldik. Şunu bilan birga yana shu vaqtda Ramazon hamda. Ramazonning 17-kuni ayollar Türkiye'ye chiqdi. Xo'sh. Ya 13-kuni. 13-kuni ayollar Türkiye'ye chiqdi. Şunu biz şu Ramazonlarimizni xushal-xuram holatda o'tkazdik. Çünkü ayol balvaqil Türkiye'ye chiqqandan keyin da hafta o'tdi hamda. Ayollar Türkiye'ye chiqdi. Buni aloqda saqchilimi biz şu 50'de qarindosh birga turdik. Şeyde hem bir 2 yil yerda tug'anlikka saqchilamanchi munchalik uni buni chiqib berib bizga uchun degan narsalarimizni ba'zi narsalarimizni qo'ldan kelgan imkoniyatni qilib berib tug'anlikdan anchamiz 2 yil jarayonida tunishib qoldik ekanmiz saqchilar bilan. Shu saqchilar sizning ayol bolalaring Turkiyaga sog' salomat chiqyapti deb ayollar bolalar bor qarindoshlarni telefonni kurashib qo'ydi ayollar bilan. Shu esnada bizim qattiq xush bo'ldik ayollarning sog' salomat Turkiyaga chiqib bo'lganda. Ana shu 2015 7-oyning 7-kuni. Et deganda Ramazonning 21-kuni. Xo'sh. Et deganda shu
yeni list kütürep kiydi hem de sakçılçı. Biz şu 50'de kırımdaş birgi tuğan. O İslam'ı Türkiye'ye manasıyla dedi. Şu Türkiye'ye manasıyla degendekin ayallama Türkiye'ye ketkendekin hem de hakikaten da hoş olduk hem de. Çünkü bizim arzularımız şu ya Türkiye'ye ya ki bir erkekliğe çıkışı olgandekin. Hatta hoş olduk. Şu listeden bazı bir isimli bak hem de. Şerif kırındaşının ismini çakagan oldu. Esnada 28 karındaşımızı listede bak 28 karındaşımızı çakadı. Şunlar 22 eylem kayıp kaldık. Biz demiş ki mağmaymayız. Biz Türkiye'ye mağmam demeyiz desek siz hazır hem liste gelmegen buldu hem aeroplanga patmayısıyla dedi. Şayet o aeroplanga patmasak bir korku meselesi varsa bizim hiç kessek dedik hem de. Çünkü Türkiye'ye çıkıyor oğandaki. Çünkü 28 Eylül'de hatırlayacağım ip gitti. Şu maşinle geçele yaptığında kupalarla hoşlaştık. İnşallah biz sizinle bir günden ya ki biraz ertelim yütkeyimiz dedi. Ertelim ağustan Türkiye'ye dedi. Hadi ballarla hoşlaşıp biz 22 Eylül'den kattık. Çoğunumuz yerim boğan alıp hep kaldı hem de. Çünkü 28 Eylül'de Türkiye'ye gitmedi. Sınır listanla kemede hem silah aeroplan kapatma işler degendeki. Evet, hem çoğunumuz kattık yerim boğan alıp hep kaldık hem de. Şu esnada 22 Eylül'den keşkan da bulması onun aldığında başka bir özgürlükler bulmadı ama başka milletli vardı. Başka milletin 22 Eylül'den başka milletin 48'ine ekip koydu da bizim kameraya. Şu 48 yine 60'larda bir tutuk. Şunun balını eketti. Şu ekitip şu kişilerle 7. sıra keşti ama kişide saat 11-12 boğalı dendi. Hoş. Ama şu Türkiye'de ayal balığı var kırımdaştan da haberini anlattı. Şu balını Xitayga kaytırıp kaldı haberini. Bir-birisimizni o'qitib degandek bu xabarni bu çünkü dastlab xushal bo'lgan xabarni keyin shum xabar deb angladik. Shunaqa. Shum xabarni olgandan keyin ta beshimiz yoki sangilab ketdi. Nima ish qilishimizni bilmay qolib qoldik. Chunki bu dastlab Turkiyaga manasılar deb ep ketgan bolani Xitoyga yo'lga savatganlikni anglagandan keyin Shunaqa. Hammaylar hamda birimizning chiroyiga qarasak hamda hech qayda bir qandidar yo'q hamda bolani chiroylidichu. Bir-birimizni orqib gap qiladigan u gap so'zmi yo'q. Hammamiz turmada jimjitlan bo'lib ketdik hamda. Shu asnoda hamda shu duo qildik hamda duodan boshqa bir ish kelmaganligini qo'limizdan. Shunaqa. O jarayonda hamda qanday o'zgarishlar olyapsiz dedingiz, turmidagi abolini ichib ketgandan keyin boshqa musofirlarni sizlarning o'rniga ashlarning o'rniga qo'shtagan bo'ldi. Ani keyin ma saqchi gundupaylarda o'zgarish bo'ldimi? Yoki o'miz talatuzda yana boshqa mesela Xitoy saqchilarini yoki o'miz boshqa narsalarni ko'rganlaringlar bo'ldimi demoqchi shu zamonda. Ko'rish qo'yish jarayonida. Shu o'zgarish bo'ldi, lekin shu kech soat şu 12-1'de ayal balalar var, kardeşimiz haberini algandan keyin şu bir-birimiz o'qitib, mesela saat 3'te qopimiz bu. Xo'sh. 3'te qopib, şu anladık. Şu ertesi turma jimjitlan bo'lib qoldi chu. Musibet haberini algandan keyin. Xo'sh. Şunun bilan ertesi haberini aldık, yine ertesi ettiği balani etken maçına geldi. O da şu günü otaldık turunda şu immigration'dan aldı da biz immigration'da turuluk. Musafirler gerek. Hoş. Şu maçını bir gün o da otaldık çıraqları ölçmedi. Şu akşam çıraqları ölçmedi. Akçalar onun aldığı çıkıdığan bir eşkilinin yankısı bizim çaylarımızı toşup bilip o kılgan hem de. Hoş. Bazı Müslümanı eşkip bergin desek hem de koldan kese eşkip kırdığan sakçılı çok yukarı gitti hem de. Çıkmadı. Onun onu başka sakçının almıştırıvattı. Yapılacak biz hem yakın mı gelmeydi hem mı koymaydı. Tamakla çıkıp durdu, tükep durdu. Şu gap söz kılmayı çıkıp gitti de. Hoş. Şunu olan şu biz yerde bir iş kılışımızı bilemedik hem de. Şu dua kıldık, onun başka iş kılamadık. Şunu olan
şu qarindoshlarimizni şu Bangkokka apar. Aktörimizdeki qarindoshlarni sog' salomat Bangkok tarafga apirib. Ara ma o tor aciz olğaçqa tor üzülüp ketip kaldı. Telefon kep kaldım o ya o qarindoshimga. Telefon üzülüp ketip kaldı. Qarindoshlar men telefon olandı. Üzülüp ketip kaldı inem. Kaç? Şu Bangkok çoğun musafirlerle göre yerde asas sırtın indimidin xəbərini anlayalaydı çok balı. Balı o Türkiye'ye mağazası o balı biraz şerlep çok gayri ahval buğandaki. Şu balını şu biraz turmada karşılık göstergen oxşaydı saqçılar. Onu mecburlap mangan evvel bakken bazılarının bunlar koysamay job oldular hatta çın job oldular. Eğizlerine job olup çıkalımı bakken. Şu cereyanda başka yerdeki balını salamet apırıp doğru lakin ayadaki balı biraz karşılık gösterip çünkü hem de bizim Xitayga kelsek zaten şu ülü doğallıkımızı hemmesi bildi. Onun aldı da şu Xitayga ketkendi Mişet bölgünümüz yaxşı. Mişet ölsek birisimiz yılla kitimiz. Lakin Xitayga bizni apırıp kalsa çünkü ata-anamız, uruklarımız hemmesi hem de beşiği çok bir musibet gelgen buldu dep. Vallahi hem de şu Xitayga ketkendin Mişet bölgünümüz yaxşı. Dep şu karşılık gösterken bulaptı onu karşılık gösterseme mecbur tenip çıkıp ayırdıram kapagan ahval barken şu ayırdıram kapır çeriyanda hoş tamam Ballı'da biraz halkaralık çoğun bir musafirlerle göre oğanlıkin yerden tulpununu bağ okşaydı işiltidiğe yüşürüp koygan tulpunlar barken hem burun balını tutkanda o somkalarda hem tulpun bağ balının. O somkalımızı beğenmesen mağmayımız diyen ağol somkisini beğengip, somkisini beğengip balın somkisinde tulpun bağ. Android tulpun. Onun için de Android tulpun işletilmeydi. Şu Android tulpunlar neyle? Bu şuraya çıkan ahval bağken balıda. Bu şuraya çık şu ayıldırımı balını hep ketken ayıldırım bir harbi ayıldırım kenemdi. Bu ayıldırımdan şu çoğun işkisinden başlayıp ta yapılan bayağı geçip bütün kurallık çıllık kıytıqlayken. Şunun da şu şurada paranlaşıp bağın ahval bağken şu ayıldırım kışçeriyandan çimiçi okunun avazı anlıptı. Şunun denkin arkadaşlar balımı yukarı geçipti. Şeyden o balını taraftan ekegen şu Türkiye'ye mağatkan iş yapması o nimedin dervazın ekip boğucunda kurallık turduğun hem Türkiye'ye gelip mangallarına onda bir her bir ayıldırımdan etmamızı halkaralık ayıldırımdan etmamızı buldu. Lakin aballar onu bir yıl şu her bir ayıldırım kapagan yine bizi Xitay'a kaytırıp atadık ya. Xitay'a ketkenimiz şeyde ölgünümüz yok şeyde karşılık göküstüp ayıldırımda şu az şu çetişme çıkan oxşaydı. Şu çetişmeden de bizden anlaştığımız ki doğan balının sadece 21 dep anladık. Bunun içinde bir iki tal ayalma bağ oxşaydı. Ayal hemşirimiz. Şu esnadan da ular mı karşılık gösterkenden şunda mı şu akla hemşirimiz? Hem de şu işte dedim ki bu Xitayga ketkenin mişeli tügünümüz yaxşı. Xitayga ketsek bizim atalarımız, uruk tuqqanlarımız ular bilen bağlanıp ulanmış şu neçil eğer musibet gibi bazı sen iqtisatın yerden tutkense de balını kıynap şu başkalarını çağırdım kullandı. Vallahi şimdi de şeklep ketkin yaxşı ketmeyim Xitayga paşada şu çetişme çıkıp şu şekilde olanın sanı 21. Bunun içinde bir iki tal ayal hemşirimiz var dep anladık. Şu Xitayga getilgen balının sanı 146 dep Bakken bunun sanı 109 mu dep çıkarılır lakin inek ayıldırımda aeroplanlar içinde 100 meydiski san kuyapmıyorlar lakin 120 degen san demek köydük.
ayol hem küçük balaga okşaydı. Bizim anlaşımızca. Şundaq. Şu Xitayga ketilgen balının sani cemi 146 iken. Ha. O Türkiye'ye ep gelgen ayollarının sani 170 iken. Bu 175'in şu 70 ayol varken çok kalanı şu küçük balı iken. Bunu şu an ep ketipti. Ep ketkenliğin kendi bizim kattık. Hem de işte kep kaldık hem de o da bizim kaşımızda şu maşinin üstündeki tuğdu. Hoş. Şu kişileri bazı otalıdı. Hem de kişinin uyup gitmedi de bizge korkuncu demdi. Biz nime hep kitlemem, bizim Xitay katır vatamı degen. Şundaq. Endişeden. Biz keçip pat alayımız sırtka maşini bağımı yok mu dep. Maşini bağımı. Keçiler uyup gelmeydi o. Dua kılımız. Şu esnada ama balının bütün Xitay karıvatlığı, Türkiye'de Xitay konsulma, Tayland konsul hazırlap besim kılganlığı, yani ki bizim Türkistanlık Uygur kırındaşlarımız, bizim kırındaşlarımız da kaytırvat istedi. Miyade besim kılgandan ki hem halkaradın bu rıkandak bir yerde bu ayal bilen erine ağrıvetiş yok ben de lekin kandıma. Lekin bular tadedin balını ayaldan bir-birisini ayırvattı da Tayland hükümeti. Xitayning besim qilishi bilan. Shunda bo'lgandan keyin xalqarodan butun besimlar bo'lib, shu bizli yerda Allohning fazl rahmatidan saqlanib qoldik. Shu saqlanib qolish jarayonida duo qildik. Qo'limizdan kelishicha ba'zi imkoniyatlarni qildik. Hamda shu vaqtning o'zida hamda shu bolalar masalan qaytarilib ketib bo'lgandan keyin sizning anglığınızda o balaning ahvoli qanday bo'ldi? Masalan, vatan qaytarilib ketib bo'lgan bolaninki. O balaning ahvoli vatan qaytib ketgandan keyin balani shu Beijing aerodromga tushdi deb anladik. Balani shu hammasini yurt nimalariga, masalan, Xotanninkini Xotanga, Qashqarninkini Qashqarga, Qashqarning cho'ng turmalarga ballarni bilib etdi-chi, bilib balaga bir 4-5 oydan uy kesib, shuni sirtqa qo'yib turibdi ballarni. Ba'zilarini so'zilibdi deb ma'lumot voy biz ketganimizga farmon qildik, o'kan degandek. Xitoyning tashviqchisi. Başay sulab bundan keyin sirtqa qo'yib turibdi majlisga. Bu bizning Xitoyda o'zini bu bizim kengchiligimiz deb bizim adli musulmonlarimizni, xalqlarimizni bir aldash uchun hamda. Shunday. Buni qo'yib turib, sirtda bir 3-4 oy turibdi qarindoshlarimiz. Shu boshqa hech qolmaydi ekan, shu majlisda turdi ekan, bir haftalik meni shu o'zini men bor deb doklad qildi ekan. Şu holatda bir 2 oydak yashab turish, 3 oydak ham qarindoshlarimiz sirtda. Shundan keyin yana ba'zi bir bana sebeplerden şu qarindoshlarimizni ekrib, şu hammasiga Sajettin uy kesayotganning xabarini angladik. Şu esnada bo'libdi qarindosh. Hamda ahvoli avvalining uy kesilganda, jazo, qamoq jazosi berilganda qanchalik muddatlik berilganligi taxminan. Hamda Ancil deb inip anlamadık, lekin şu vatandaki qarindoshlarimiz masalan hech bir ish qilmaganlarimi, masalan bir bunun bir azroq nimasi bor deganligimi 7-8-10 yil masalan tarbiyalash yoki jazo muddat qo'yganligi bor ekan. Endi bu qarindoshlarimizni men tasdiq cheteldan kelganlik qaraganda, shu qarindoshlarimizga 7-8-10 yil kesgan yerda ma qarindoshlarimizga herkes 10 yılın aslında kesmeydi o. Belki bazıları muddetsiz kesip atman buluşu mümkün. Vatanda burunda Xitayning turmalar yetip çıkan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, ular muddetsiz kesip atman buluşu mümkün. Normal yaşab, kineme chetelga chiqqanlar bo'lib qolsa, u men faraz qilman. Mening ba'zi bir anglagallarim shundaroq. Shunday. Hamda o Xitoy o planlab asli hammanglarni akitishgan to'xta plani shundaymi? Sizlarni hammanglarni akitish bu 300 ga yaqin qarindoshimizni bir turishda akitish plani borken,
Şu bazı qarindoshlarimizni yo'lda ketib beribman. Bizning peşimizde mesela 28 qarindoshimizni aketdi. Şu qarindoshlarimizni aktish jarayonidami falani yo'lda ketib berib hamda ularga yanında burun apağalacak çetişmek kıldımı ayıldırımda. Bu qarindoshlarimizni ma'lum bir 6-7 qarindoshimizni yo'ldan boshqa mashinaga olib, uni boshqa yerga olib o'tib, yine 28 qarindoshimizning 6-nimi 7-nimi boshqa yerga olib o'tib, qolganini qaytirib bektigili geldi. 6-7 qarindoshimiz hozir olib olganlarning ba'zilari sirtda ba'zilari hozir Tayland şu Taylandda yaşayotidu. Demek ayada hamda ya sani jihatini söylep biraz aşını ağırlıp kalgan da Allah'ın merhameti bilen saklanıp kaldı da o qarindoshlarimiz mı? Şu 6-7 qarindoshimiz ketip bağa yerden hamda ayrılıp kalgan. Demek Xitayning bu planlıq şekilde bir kısım abim sizdiginizdek çoğunlardan bir 70-80 ayol hemşerilerimizden kalgan 3 kichik bola bolgan 170'e yakın qarindoshimizni Türkiye'ye yol silib kalgan şu meyli ayol hemşerimiz hazır ayol hemşerimizin sani 20 biz bilgenimiz. Qaytib ketgan sani 20. Bunun net şehit bulab ketdi. Abam sizden 3-4 şehit bulab ketkenini anladık dediniz. Yani 21 aydırımda şehit olgan er qarindoshimiz var. Ondan dinkin hesapta 146'dan hesapta 120'ge yakın 120 neçini ekirip keteldi degan gapda Xitoy. Ana degan qolganlarning bir 60'dek qolgan qarindoshlar var shundami toplamda? 62'de qarindoshlarimiz qilib qolgan 61-62 deb chiqadi keyin Tayland qilib qolganlarni. Demak Xitoyning maqsadi birinchi qadamda aeroplanga şekilde uni qarshilab anlıp ketken boğaç qalib besiqtirmay biz dedig'o'lab qolgan gap. Şu şekilde anankin sizlarning ikinci qarorda siz dediniz ya aylık maşin 3 gün saqlagandimi? 3 gün saqlı dediniz, neçe gün beşede. Onda bo'lgandan belki bularning planida sizlarni ekitishganda asli hech kimni qo'ymaslik ekan. Hamda agar bu xalqaro besim bilan anankin aydırımda qarshilik qilgan u yerdagi şehit vergan qarindoshlarimizning ta'siri bilan bular biraz qo'lini nima qilib qolgan bo'lishi mumkin. Belki ya Taylandga kelgan besim bilan biraz nima qilib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan yerda Allohning rahmati bilan bir qarindoshlarimizning saqlanib qolganligi. Hozir hamda ba'zi bir taxminan statistikada 50 necha qarindoshimizning Taylanddan yana o'xshamagan musofirlar lagerida yoki turmalarida turayotganligida xabarimiz bor. Hamda sizning men so'rayolmagan yoki siz qo'shimcha qildigan hamda shu şehit bo'lganlar qatorida siz tunuydigan siz bilan bir yataqdash bo'lgan kamardash bo'lgan qarindoshlarimiz bormi sizdan bilishingizcha? Şu bizim peşimizden hem de onun aldığında biz tutulganda 220'den var. Bu 220'den esas mesela tunuşumuz ettiğimizde bir yıl birlikten ayarla ayrı hem de 220'den destek tutulgan haberi var. Şunu sen mesela sadece tunuşup çıktığımız kini bu bir işte çıkıp kalmasın dedim o. Asasında böyle bilep ayak korkuşu biz 50 neçeyden kayıp şu Tayland'ın malum bir musafirler lagerda. Kalan asasında başka yere gittik. Lakin bizim aramızda şu 28'ini eketkenin asas hem Müslüman hem de bu 2-3 yıl yetiş jarayonida akudek bo'lib ketgan hem de tunuşup. Alanı şehit bulaptı deb diyelmeyimiz. Lakin şu qarindoshlarimiz hem de sadece şehit bulaqlar hem de. Çünkü bunun Xitoyga bir yanma dedim. Xitoyga ketgandan bir şeyde qolib yaxshi deb. Shunday bo'lganlar. Şunaq hamda bu kunni asli unutilmaydigan aslar axborotli vositalarda kunda tuturadigan kunlarning birisi ama biz har xil şekilde hamda bir şekildeki yetersizligimiz sebeplik özümüzden körümüz bunu. Bu qarindoshlarimizningki shu kundagi bo'lgan fojiani xalqaro kun tartibida tutanmay qoldik. Ham buning har xil sabablarmi bor. Bizga to'g'ri bo'lgan uchur manbasidan ololmaganligimiz uchun, masalan har xil sizlardagi har xil guvohchilarimiz dunyoning har yerida bo'lganligi uchun, anandan keyin shu vaqtning o'zida hamda vatanga kirib ketgan yoki shehidlab ketgan qarindoshlarimiz jihatda bir anglishimizda ularni dafnimi qilg'izmaylan bir şekilde bir namozini tushirmaylan bir şekilde ko'rsatmaylan bir dafn qilib aytganlikning
gaplarını anlayapmiz. Hem o keyin qanday bo'ladi? Keyin ularning yerligi nereden tepiladi? Hem de o keyin inşallah tep dunyoga oshkorlanuvsi deb o'ylaymiz. Ondan keyin hem de mushu hozir mushu hem de ayadiki qarindoshlarımızın ahvoli nayt ig'ir holatda. Hem de nurg'un qarindoshlarimiz hozir 7 yil bo'lib ketganligi uchun bu yerdagi nurg'un har xil agashim kasalliklarga giriftor bo'lganligini anglayapmiz qarindoshlarimizni. Allah shifolik versin deyman. Hem de siz mush fursatda ya o boshqa yana qaytib qo'ydigan yoki bo'lmasa buni qo'shimcha qiladigan gap so'zingizni anglayman. Benim hem de deydiğim şu bizmi 2017'de 10. ayının neçe deyme şu vakitte hem de bir Allah'ın fazl rahmeti bilen şu durumdaki qarindoshlarımızdan hem de tirish bilen hem de bir chiqish fursati bizga keldi. Şu esnada biz qaçtık. Peçishning oldida hem de hech qanday bir nima yo'qdi hem de aloqa yo'qdi. Hem sirtqima aloqa bermagan. Qaçıp chiqqandan keyin hem de şu tarafga aloqa yig'ilib bizning qaçqanlik şu Taylanddagi saqchilarimiz qarindoshlarimiz sirtqa chiqqancha ko'rishyapti. Shu esnada ham şu bütün şu Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz birlikka kelib tarafdan bizga yordam qilgan bo'libdi. Uning yordamini qabul qildik. Shu esnada ham bir xo'sh oldukça hem de çünkü bir adam da kaçıp çıksınlar lekin bu iqtisod bo'lmasa ham de bir qalab qoldi ekan. Shu qarindoshlarimiz bizning shu qaçqanligimiz ham xo'sh bo'lib tarafdan pul yig'ib ham bizga yordam qilib Allah'ın fazl rahmetinden selamet şu keldik hozir turayotgan yerimizga. Yana birinchi deydiğim hem de şu qarindoshlarimizni 6-7 yil oldiga 8 yil bo'ldi qarindoshlarimiz o'sha yerda turayotgani. Yani yemek içmeki bizim vatandagidek emas. Tamoqlari bazı qarindoshlarimiz şu ok görüçülen tayyor çöp yeydi. Çünkü onun Budda şehri bo'lgandan keyin uning qo'rib ekib bergan saylarini ham de sajjatini yigil olmaydi-ku hamda. Shu esnada ham de hem qarindoshlarimizga tarafdan shu qarindoshlarimiz yordam qilib kelyapti. Şu esnada yeni bir qarindoshlarimizni ayda bir chiqish fursati bo'lib qolsa, yine şu dünyadaki Uyg'ur qarindoshlarimiz bizga yarımızdan unutib qolmay maddi cihetten yordam qildi. Qarindoshlarimiz olsa maddi cihetten yoki ma'naviy cihetten hech yordam qila olmasa, hozir bugungi kunda shu qarindoshlarimizni eslab şu dua qilib so'rayman. Çünkü biz hozir vatandagini qutuldira olmadik. Çünkü mana chet elda bununla biz qancha kerak tirishsak şu tirishqanning mevasini şu qarindoshlarimiz ko'radi deb o'ylayman. Çünkü bizim qo'limizda imkoniyat bor. Şu imkoniyatni ish qilib şu qarindoshlarimizni birinchidan Allohdan umid kutamiz, ikkinchidan bu dunyo sabab dunyosi bo'lgandan keyin şu bütün Uyg'ur qarindoshlarimiz sabab qilish orqali qo'ldan keladigan ba'zi liderlarimiz bor, ko'rishadigan yerlar bilan ko'rishib şu qarindoshlarimizni fursatda bir erkinlikka erishtirishni birinchi Rabbimizdan so'raymiz, ikkinchidan şu qarindoshlarimizni bir qo'ldan kelsa yo'l menib fursatda şu qarindoshlarimiz erkinlikka erishib bizlar bilan şu erkinlikda beraber yaşashni orzu qilaman men. Tamam, rahmat inim, rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Emmemiz inşallah bu qarindoshlarimizni evveli Cenab-ı Allah'tan pat müddette esirlikini kusup özünün erkinliğine erişini Cenab-ı Allah'tan tileyimiz. Şundan birge hem de dünyada bu sizliğiniz okşaş başka qarindoshlarımızın qo'ldan kelişçe maddi ve manevi cihetten bu qarindoshlarımızga destek bulavatkan teşkilat ve orulava inşallah bu qarindoshlarımızın hizmetini qilib uyga ketenmey turvatkan qarindoshlarımızdan xabarimiz bor. İnşallah şu qarindoshlarımızın pat müddette inşallah xalqaro besimlarning bir yo'llari bilan sog' salomat holatda shu yerdan har birlarimiz bilan birlikda didor ko'rishganini nasib qilsin deb Cenab-ı Allah'tan tileymiz. Rahmat inim sizga yana qaytadan shu bizning taklifimizni qabul qilib, mishada o'zingizning shu vaqtdagi naq maydondagi ahvollarni eslatib berganligingiz uchun sizga ko'p rahmat aytaman. Allah razı olsun. Amin. Men şu barliq Sharqiy Turkiston musulmonlariga jumladan şu Taylandda yetayotgan şu g'arib qarindoshlarimga ayatidagi qurboniyatlarni tabriklayman. Hammanglarning qurboniyatiga muborak bo'lsin.
Hammalarni Cenab-ı Allah'a topşirdim. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ha, qarindoshlarım, hozir telefon ziyorati orqali Tayland turmusida tug'an 3-4 yil bir qarindishimizning ovozini angladinglar. Demak, shu vaqtdagi o'zini ahvollarni biraqur o'zining ko'rganini anglaganini har birimiz bilan o'rtoqlashgan bo'ldi. Shuning uchun hamda qarindoshlar, hamda bu abam deganimizdek 7-oyning 8-kunida bizning 146 qarindishimizdan 21'i Tayland aydurumda şehit olganlıqda uçurlarımız var. Anandan keyin qolgan qarindoshlarimizni vatanga kirib ketgandan keyin abam qarindishimiz degandek, aşa har bir yurt-yurtnikini o'ziga berib etib, shu yurtlarga aparagandan keyin u yerda ya'ni kendin bir mezgil xalqqa teşvik qilish uchun, xalqimizning ro'yini sundirish uchun har leksiyalarni o'rlashtirib, u yerlarda o bolalarni chiqib to'y qildirib, sazoyi qildirib, anandan keyin işiltip olgandan keyin o balını anandan keyin öyküsüp naiti yani türmege cezamı ağır cezalarga yani 10 yıldan yukarı müddetlik qamoq cezalarga hüküm qilganligini anladık. Hem ularning neçilinki ichki a'zolarini so'g'irib etdi, qanchasinikini qanday shaklda yana intinsiz yo'qitib etdi. Bu bizga xabarsiz. Ama o Xitoylarning bu qarindoshlarimizni aynan necha milyon qarindoshlarimizni tutqun qilib, necha milyon qarindoshlarimiz izdireksiz yo'qolib ketganligini anglayapmiz qarindoshlar. Demek ketken qarindoshlarimizni Xitoy hech qachon saq qo'ymaydi. Ularning ish olmaydigan ishki organlarini mu foydalanib mushtaq qimmatga aylantirayotgan ahvollarni anglab turyapmiz. Mana bugungi irqiy qirg'inchilikdan butun dunyodagi insonparvar davlatlarning ovoz qo'shishi bilan parlamentlarda o'zining davlatlarini e'tirof qilayotganligini ko'ryapmiz. Shunga bilan birga ham boshqa qarindoshlarimizning mu qolib qolgan 50 necha qarindishimizning Taylanddan pat muddatda qutuluş için Cenab-ı Allah'tan dua qilish bilan birga qo'limizdan kelgan xizmatlarni qilishga hammamiz tayyor bo'lsak degan umiddaman. Yana bir qarindishim bor, qarindoshlar, men u qarindishimni shu ovozliq nimaga ilib olgan, men shu ovozliq nimasini har birlariga qo'yib beraman ziyoratimni. Assalomu alaykum qarindishim. Agar shu vaqtning o'zida, ya'ni 2015-yili 7-oyning 8-kuni siz qaysi yerdasiz? Siz qarindoshlarimizning ilib ketilgan xabarini qanday angladingiz? Va alaykum assalom. Qanaqa ahvolingiz, yaxshimi? Biz shu kuni bizning yotoq tutib Ramazon kuni edi u. Shu iftorga balkim 3-4 minut qolgan vaqtida endi iftor qilayli deb turgan. Bolalarning ba'zanlar qarat eryapti. Şu sırtda koridorga bir necha soqchilar keldi. Orasida xanuzchi gap qilgan bo'ldi. Aramizda bir balvati Xitoycha bilgan. Oy, Xitoyga ketadiganmiz degan gaplarni jiddiy anlatdi. Biz hammamiz shu an titrak ketdik. Shuning bilan ishni taraqishtirib 7-8 g'olcha, 5-6 soqchi va ham shu IDC'ninki boshqa soqchilar ham kirib deb bir necha bolalarninki bizning yotoqdan 4 bolani edib chiqib ketdi. Biz shuning bilan qo'llarimiz titrab zarda qo'rqib ketdik. Hatto hayajonlanib nima bo'lganini bilmadik. Shu an bizda bir tiqib qo'ygan telefon bordi. Shu telefon bilan u yerga telefon qildik. Nima bo'lganini bilamadik. Undan keyin biz ikkinchi qavatda turgan yotoqmiz. Shu yotoqdan sirt tarafga qarasak, past tarafda shu ustun ayollarni aytishayotgan. O ayollarning pastga tushganda Xitoyga deb ma'noligini bilib, ular qiqirab, yig'lab, to'lab, shu past tarafda tumirlar bor, shu tumirlarni chim tutibdi. Ma'mayman deb. Endi biz uni qarab turdik. Ma'u Adisining g'olchilari va soqchilari ular shu ayollarni so'rab elib, sirq etmadi. Bir qiyacha bo'lib ketdi. Zade qiyacha bo'lganda bir jangda bo'lib ketdi-da bu. Shu taxminan 20 ayol kishi va undan boshqa erlar noyati bak varanchiron bo'lib ketdi. Hamma odam yotoqdagilar bildi bizning bolalarni Xitoyga ketganligini. Ham bizning yotoqdagilarni bizni Xitoyga ketsa cho'qim o'ldirganligini biladi. Hatta bizga shu vaqtda do'stlarni akatda Xitoyga ketib o'ldirdi, o'lgan bo'ldi dedi. Keyin kunlargacha hatta do'stlarni o'ldiribdi bilan do'stlarni degan gaplarni bo'ldi. Mana mushtaq vahimalarni shularning shu holat akatgan. Hamda boshqa o'rindagi bolalardan shu kuni biz shu telefonlarda urishgan, aloqalashgan vaqtimizda
Şu vaqtida biz 7-8 emergeshinga bo'lib etilgan. Balalardan shu 2dan 4dan 5dan degandek açtıq. Bölüp balalarni shu rayonlardan bevosita shu Tayland Bangkokningki xalqaro aeroportga elib olgan. Anandaki o ahvallar yani şu vaqt 7-8 günü yüzden kardeşimiz elip ketilgan, Nurhan kardeşimiz şehit olgan o ahvallardan keyin sizlarda qandaq bir ahvallar bo'ldi? Sizlar nimani his qildinglar va shu vaqtdagi o'zingizning his qilganlarini qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. Lekin shu bolalarni aketgandan keyin bayon degandek biz taxi ro'za tutib iftor qilmagan edik. Shu vaqtda esimda qolishicha Ramazonning 25-kuni 2015-yili 7-oyning 8-kuni kechida biz pek jiddiyleşke tok, hatta birbirimizge qarashqa, birbirimizge gah qilishga paytlamadi. Faqat nima bo'ldi, zaten nima ish bo'ldi, nega aytmadi degan jiddiylikdan bo'ldi. Qo'limizdagi telefonlar bilan biz Turkiyaga o'tdik. Boshqa o'rindagi bolalar bilan aloqalashdik, ular bilan telefon aloqalashdik. Bolalarni Xitoyga elib manganligini jazm qildik, ham shularniki og'izdan angladik. Ham shu vaqtda hatta biz shu ro'z tutgan bo'lgan bo'lsakmi, ertesi keşikçilik hatta kuskumuzdan açıkanlıqını his qilamadik. O vaqtdagi hissiyatimizda o yig'labmi, o bichar bo'lib ketgan yoki qo'rqib ketgan ahvolimizni yig'labmi past qilmaydik. Shu vaqtda o hissiyatlarni til bilan ifodalash nihoyatda tez. Qarindoshlarimizni ko'z oldimizda ketdi va shu akitishdan burunmi, balkim bir kun burunmi soqchilar bizga azroq bir narsani degan chaqchaq qildigan o'xshaydi debdi. Yani nima desa biz ketishdan oldingi kuni shu pastda bizga yaxshi muomala qilgan bir soqchi bo'ldi. Qo'lida soat borki, men soatni olamsa, sen do'stim Xitoy ketishlasizlar. Shu soatni setib olgan. Akasan bo'ldi Taylanddan deb. Biz chaqchaq qildigan o'xshaydi debdi. Amaliyotda shu soqchi bizga oldin xabar berib qo'ydi ekan. Biz uni his qilmadik. Şu balalarni ayrimga aytmangan vaqtida rayon immigration deb immigration bo'ldigan va Bermet chegarasi tarafda. Shu rayon immigrationdagi yerda balalardan 24 bola bor edi. Shu kunida 4 balani qolib qo'yib 20 balani etgan. Yana bir yerdan bir balani shu mashinaga chiqarib, jami 21 balani mashinaga etmaganda biz ular bilan aloqalashib bularniki telefon ishlatgan bola Zubayrdi ve onundan başka, Zübeyir'den başka bir neçe akımız vardı. Yine 3 tek isim kendine yazır. Şu Tüteylen bilen telefon aloqalashdik. Yendik ballarım var. Bu ballar şu mukanazı bizni Xitoyga etmangda hazır biz aeroportga kelay deb qoldik. Biz hazır kechikitimiz qo'limizdagi ko'zlarni chuvib bo'ldik. Hazır mashinaning derisini sundirib bo'ldik dedi. Ada biz bu so'z eshitdik. Birdan degan qarsak, yana birdan degan telefon oldik. Telefon olsak telefon qaraganda shu yerga tashlashda qildi. Undan keyin shu pang ovozlar anglandi. Undan keyin Zubayr qaytadan telefon oldi bizga. Bizni hozir o'qitdi bular bir necha qarindishimiz ko'z oldimizda shahid bo'ldi. Rozi bo'linglar birodarlar. Qo'linglarga kelgancha qarshilik qilinglar degan ovozlar bo'ldi. Undan keyin shu pang ovoz bilan uning ovozi yo'qolib ketdi. Biz bunun bilan bularning shu anglagan quloqimiz bilan anglagan bilan bularning shahid bo'lganligiga jazm qildik. Ammo 2018-yilga kelgan chaqda biz shu immigrantlardan boshqa o'rinlarga yo'tkilib bir yerga borgan vaqtimizda ma'lum bir immigrantga shu immigrantning soqchisi sizlarning do'stlaringlardan mushtaq 20 necha bola qarshilik qilib etilib ketib qoldi. Ularning o'likini Tayland hukumati shu yerni o'dlab berib ko'miyotdi degan narsani soqchining o'zining og'zidan angladik. Andan keyin va yana undan boshqa bu musulmonlar jamiyatidan ma'lum bir 2 odamdan shu kuni etilib ketgan bolalarniki namozni chiqarmaganligini, namozni chiqarish uchun berib, namoz chiqadigan tayyor bo'lganchada ularni shu yerdan ketkizib, jiddiy holatda shu o'lib ketgan shahid bo'lgan bolalarni shu holatida ko'mayotganligini, namozni chiqarib qo'ymaganligini shu musulmonlardan angladik. Demek qarindoshlarimiz yuqorida ma'lum bir davlat turayotgan qarindoshimizning guvohlik so'zlari 21 qarindoshimizning shahid bo'lganlik ahvolini
qısqacha tushuntirib bergan bo'ldi. Abiyam deganimizdek 21 qarindishimiz hamda biz egallagan uchurlarda hozir ağalan guvohlarning so'zlaridan 21ninki shu naq maydonda shehid bo'lganligini bu ilib ketilgan 146 qarindishimizning ichida 20 nafarning ayol hemşerilerimiz ekanligini, uning eng kichikning 8 yoshlik 10 yoshlik bola ekanligi bu ism tizimlikni ko'rib olamiz. Avyamqa nimada ism tizimlik bor. Demak, bu şekilde qarindoshlarimiz shu 7 yilning oldidagi bo'lgan amaliy ahvollar mushu. 21 qarindishimizning shehid bo'lganligi 120ga 100dan ortiq har qarindishimizningki 20ga yaqin hemşerilerimizden bağlığı aniq. Abiyamqadek aldın qitimqi avvalgi birinchi qitimlik qarindishim guvohlik berganidek qancha qarindoshlarimizni ketganligi, ularni opirib uyada qanday bo'lganligi, qanchalik turma jazosi berilganligi to'g'riliq tafsili so'zlashgan bo'ldik. Ham imkoniyatimizning yetishicha qarindoshlar o'zimiz egallagan uchurlar bilan har birlari bilan mush kunni bir o'rtoqlashishni loyiq topdik. Bu hamda buningdagi maqsad 7 ayning 8-kuni, ya'ni bugungi kunda 7 yilning oldida qandaq fojialarning bo'lganligini biz shu vaqtning o'zidami g'ilpal uyabiyadagi uchurlardan, Facebook'lardagi yoki bularni qisman olgan bo'lsaqmi, bugungidek mana tafsil anglash fursati bo'lmagan. Ham uyadagi qarindoshlarimizning qanday ahvolda, qanday shaklda shehid bo'lgan, qanchasidan qaytarilgan, qanday bo'lgan, Turkiyaga yo'l silingan, bu shakldagi narsalarning hozir bugungi kunda aydınlaşayotganligini hammamiz ko'rib turibmiz. Demak, 300 ga yaqin qarindoshlarimizni Xitoy butunlay aktishni iroda qilgan, uning oldida xalqaroning va shu yerdagi turmadagi qarindoshlarimizning ko'nglini tinchlantirib, xotirjam yo'qitib aktivlash uchun 80 ga yaqin hemşerilerimiz, andan keyin 100 nechaga yaqin farzandlarni Turkiyaga avval yo'l qilib bergan, yo'l qo'shilgan, andan keyin 100 necha qarindishimizni, abim degan 146 qarindishimizni arplanga besib ketmoqchi bo'lgan. Buning ichida 21 qarindishimiz qarshilik ko'rsatib shehid bo'lgan. Bunun bu eketilgen qarindoshlarımızın içinde 20 necha, 20 yaqin hemşerimizden bağlılığını, ondan bir neçəsinin mi qarşılıq göstərkənligidək ahvallarını şahitlerimizden ağzından anlayan bulduk. Demek şu vaxtın üzdeki əmli ahvallar muşinçilik şekilde ifadələyib berişkə, təsvirləyib berişkə, bu açılarını təklif qılıb bugün bu programını işləşkə muşinçilik qurbumuzun yetişdi tirişdik qarindoshlar. Hamda qilib qolgan mayli 50 necha qarindishimiz bo'lsin, hozir Tayland turayotgan abiyam deganimizdek qarindoshlarimizni tamoqlari har xil, halol tamoq bo'lmaganligi uchun sirtdan tamoqni qimmat bo'lsin ba'zi vaqt kirgizib bermaydiganligi uchun qarindoshlarimiz yemek jihatdan nihoyatda qiynalib, badan sufatining nihoyatda nacharlashib ketganligini, har xil agashma kasalliklar kirib bo'lganligini anglab turyapmiz. Janob Allohdan o qarindoshlarimiz acil shifoni tilash bilan birga pat muddatda shu qarindoshlarimizni shu lagerdan qutuldirish uchun hammamizning qo'limizdan kelishicha tirishchilik ko'rsatishni yana bir eskartaman qarindoshlarim. Shundan bilan birga eng oxirida mushu yaqinda mushu sotsial ijtimoiy tarmoqlarda taralgan qarindoshlarimiz tarafidan ishlangan, mush Taylandlik qarindoshlarimiz tasvirlangan bir film bor. Uni har birlariga qo'yib buni bir o'rtoqlashmoqchi. Unutulgan Uyghur. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhaciretde yaşayotgan barliq Uyghur qarindoshlar. Biz yiritquch hayvon kabi ochko'z Xitoyning ishg'olida qolgan, barcha erkinlik tartib elinib, vatanimiz usti uchuq turmaga aylangan. Şunu vatandagi zulmdan qutulish uchun suyumlik ota-onalarimiz, umaq bolalarimiz va ot singillarimizni tashlab, Xitoyning ishg'olida qolgan vatandan o'g'irliqchi Xitoyning tog' dengizlarini besib o'tib, ulug'vor g'oya, go'zal arzu-armonlar bilan zulm ko'rmaydigan kangri bir o'rinni maqsad qilib qochib chiqqan, muhojiratdagi ko'zlari taram-taram yosh bilan to'lgan, toshni eritguda qayg'u gunohsiz mahbus bo'lib turayotgan Taylanddagi Uyg'urlar biz. Hurmatli muhojiratdagi qarindoshlar, tövəndə biz sizlərə özümüzün əhvalıdan qısqaça qılıb, mübaliğə qılmagan, yalğan qatmagan və yoşurmagan halda məlumat verib ötümüz. Əfsus, min əfsus. Biz zalim Xitay zəmindən çıxalğan bilən, vəhşilikdə yiritquch hayvandan mı işib ketgan, ayolluğunu belgili olmaydigan, günahkarlarının ən çoğu müşrik, zalim Xitay qalçı olub hayat keçiriyotgan Tayland qaraqçılarına əsir olub qaldıq. Bizning ən dəsləbdə tutulğan vaxtımız
2013 yılı 5. ayının 28. gündən başlandı. Biz yeni tutulğanda sanımız köp, aramızda ayallar ve ballar var idi. Keyin Allah'ın fəzli, andın millet üçün özünün barcha imkaniyetini çıkargan söyümlü qarindaşlarımızın yardımıda köp qarindaşlar her xil yollar bilen qutuldu. Amma qarindaşlarının qutulganlığını bilgen Xitay, barlıq küçü ve bisimini Tayland daireleriga işiltip, tutqundaki Uygurlar bilen bolgan sırıtının barlıq alaqısını toxtatdı ve tutqunlarga bolgan muhafizatni küçeytdi. Şunun bilen bu tutqunluq 2015 yılı zulmetli qarangı günlerge qadam koydu. Hiligar Xitay başçılıqidagi Tayland saqchilari aldı bilen tutqunlarının ayal ballarını Türkiye'ye yolga saldı. Keynidinla tutqundaki Uyghur mahpuslaridan begunah ayallardan 19 yaş ayalını, bir kichik qizni ve 125 Uyghur erlerini zalim Xitayga, yani op-oçuq ölümge yollap berdi. Bu zoramanlıqda ayallardan 180 ayalını Türkiye'ye, ayal arlaştırıp 145 adamını Xitayga yolga saldı. Qelip qalgan 110 kişini Taylandның her qaysı türmelerinde kaldırıp, bizge dünyanın 3 bolunu küçü yetküçü zulüm kıldı. Bu faciali qismetden keyin ballar yetim boldu, ayallar tul qaldı. Bazı qarindaşlar ölüp ketdi ve bazılar zalim Xitay türmelerinde ömürlük mahpus boldu. Amma bu qara kun, aş günlerden başlap mana hazırgıç davamlaşıp gelmekte. Bizge oxşaş ya arqıga ya aldığı mağanmay qelip qalgan bir türküm Uygurlarni Tayland saqçılar xalıgancha bulab, yenimizdeki pullarını tartıp aldı. Bizge qo'ldan kelgan zulüm sitemni qildi. Şu kunlarda biz zalim Xitayning o'rinlashtirishida odatlik qamoqxona, alohida turma, maxsus jazo rayoni va har xil musofirlar lagerida turib keldik. Bu jarayonda Tayland saqchilari bizni cho'ng kichik demay, qip-yalang'och qilib gimnastika ishiltatdi. Hatto har kun yotoqqa kirmoqchi bo'lsak, qip-yalang'och qilib yotoqqa ilib kiratdi. Jaza lagerida Taylandning pish-pish issiqida chiroyimizga qarmay surkab, oftobda o'ltirg'izdi. Yağmur yaqqan kunlar bo'lsa, bizni turmaning maydoniga chiqib, yağmur suyida laypatqoq bo'lgan yerda dumulutib, odamga qilmaydigan muomala va zulmlarni qildi. Biz bu qorong'u kamerlarda zanjir kishan bilan uzun turib, put-qo'llarimiz yirigidab ketdi. Azroqli xatolik sodir qilsak, shuni bahona qilib, yarım metrmi kelmaydigan ig'ir zanjirni ikki odamning birdan putiga silib, uzun muddat bog'lab qo'ydi. Saqchilarning qilgan zulmi az kelgandek, turmadagi boshqa hayvon kabi ayolsimon erlar saqchilarning kushkurtishi bilan 3-4 odamga 100dan ko'proq odam urush ochdi. Bundaq cho'ng urushlarda qo'llarimiz sunib, boshlarimiz yerilib, hatto börak kasallarga yo'liqdik. Musofirlar lagerda g'alchilar, saqchilar bilan birlashib, bizni ko'p qitim tayoqqa qo'ydi. Ondan sizlar qoidaga amal qilmadinglar deb saqchilar ayrim jazo berdi. Bu yerda hamma odam normal holatda yuriydi. Amma biz Uyg'urlarga turmadim o'xshash, saqchixondim o'xshash, hatto ko'chmanlar tutib turish o'rindim o'xshash farqli nachar muomala qilindi. Bo'libmi ko'chmanlar qamoqxonalarida hamma odam o'zining telefonini xuddi sirtda ishlatgandek ishiltidi. Amma bizga har qanday vosita bilan aloqa qilish cheklanadi. Bizni qamoqxona yotoqlaridan 2 oyda bir almashtirib turdi. Har qitim yotoq almashganda hamma narsalarimizni yerga tashlab, ko'p narsalarimizni ilib oladi. Odatda ko'chmanlar qamoqxonalarida yotoq aqtirish bo'lmaydi. Ammo saqchilar ayrim bizni hamma odamning oldida paskashlarcha aqtirib, narsalarimizning hammani chuvib tashlaydi. Agar biz uchun Taylanddagi musulmonlar yaxshi niyat tamoq yoki turmush buyumlarini akelsa, saqchilar nadiki yo'qlan bahonalarni qilib bizga bermaydi. Muhojiratga qarindoshlar avatib bergan pullarni biz bir amallarni qilib yoshirin akirgizib, shu o'zimizning puliga tamoq buyursak, tamoqni yotoq darvoza oldidan akirib bergani uchun ayrim ish haqqi oladi. Bu qamoqxonalardagi narsalarni sirttikidan 3x qimmat bahoda sotadi. Bu yerda uzun turgan har qanday kishi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga panohlik iltimosi sunib, 2 oy ichida ma'qullik kinishkasini qo'liga ilib, shu kinishka orqali $1500 kepillik chiqa oladi. Agar kasal yoki yoshga cho'ng bo'lib qolgan kishilar bo'lsa, hech narsa bo'lmasimi kepillik chiqa oladi. Ammo bizning Uyg'urlar uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qayta sunilgan panohlik tilash iltimosimiz necha yildan buyon tasdiqlanmadi. Yoshchi cho'ng akillarimiz yoki kasal bo'lib qolgan qarindoshlarimiz ko'p qitim kepillik chiqish iltimosi sungan bo'lsa-mu, rad qilinib keldi. Biz boshqa millatlarga o'xshash hamma Uyg'urlar bir yerda tura olmaymiz. Halol tamoq bermaydi. Ota-ona yoki urug' tuqqanlar bilan telefon yoki xat aloqasi qilishimizmi saqchilar tarafidan cheklanadi.
Kesel bolsaq davolamaydı. Biz bu yerdeki başqa mahbuslarga o'xshash normal mahbus sharoitiga ega bo'lolmaymiz. Mana mushuningdek qiyinchilik ustida hayot kechirmoqdamiz. Taylandning har xil qamoqxonalarida sharoiti va tamoqi intayin nachar, yotoq ichi qorong'u, kun nuri tushmaydi. Qamoqxona kichik, ammo mahbuslar nurmidan nechasi ko'p odam billa turib, uzun yil chaqchuq ustida yotganlikdan har xil kasalliklarga yo'liqdik. Bu kasallar har xil qishqoq, badan bo'shish, so'ngak shalanglashish, bo'g'imlar qaytivilish, ko'z ko'rmaslik, böbrek kasalligi, o'pka kasalligi, to'liq qo'rqishdan yurak kasalligi va uchay raki kasalliklari, hatto nerv kasalliklariga duchor bo'ldik. Asos jihatdan barliq Uyg'ur mahbuslarda psixik kasalliklar mavjud. Yuqorqi kasalliklar ko'p qitim turma saqchilariga inkos qilingan bo'lsa-mo, faqat uyqu dorisidan boshqa dorilarga erishalmay davomli kasallik azobini tortib keldik. Agar men Taylandda har bir zulm tortayotgan qarindoshlarimning ahvolini ayrim-ayrim so'zlasam, bularning qiyinchilik ahvolidan bir roman putudi. Muhojiratlik qarindoshlar, men bu zulmlarni mushunchalik so'zlay. Mana bu 10 yilga so'zilgan zulmlarning hammaga ma'lum bo'lmagan turlar qatoridan. Dunyodagi turmalarning oldingi qatoridan bo'lgan musofirlar lager hayoti. Har bir anglag'uchiga nisbatan ular turmada emas ekan. Musofirlar lagerda ekan deydigan ko'z qarashda bo'lishi tabiiy. Lekin sizlar oddiy sanaydigan Tayland saqchilari qilayotgan Uyg'urlar ustidagi zulm va azoblar dunyodagi birinchi darajalik nachar turmada beriladigan jazolardan nechasi ortiq. Men yuqorida so'zlab o'tgan ishlar hargizmi mubolag'a yoki to'qilma hikoya emas, balki bular amaliy bo'layotgan zulmning bir partisi. Yuqorida bayon qilganlarimga oldi bilan hammadan xabardor Allohni, ondan bu yerdagi turli zulmning ta'min etayotgan qarindoshlarni guvohchi qilaman. Bu jarayonda biz bir-birimizga umid bo'lib, ulug' Allohning cho'qim nijotlik beradiganligiga umidli bo'ldik. Alloh har narsaga qodirdir. Hikmatlik Allah inson hayotini bir-biriga bog'lab hayot musofasini davom etkizdi. Shuningdek, bizning bu zulmdan qutulishimizga o'z qavmimizdan bo'lgan har xil faoliyatlarni elib berayotgan ustozlar, diniy olimlar, siyosiy rahbarlarning sabab qilishi bilan cho'qim bir kuni ozod bo'lamiz degan orzu umidli bo'lib keldik. Ammo bu orzuyimiz orzu bo'lib qolaverdi. Biz bo'lsak faqat unsiz yig'lashlarimiz bilan duo qilishdan boshqa hech iloj qilolmadik. Hozir bizning Tayland turmalardagi umumiy sonimiz 50 ga atrofida. Bizning asosli tutib turilish sababimiz Xitoyga qaytarilsak o'lim xavfi bo'lganligi uchun Tayland hukumati 3-chi bir davlatga o'tkazib berishni maqsad qilib bizni tutib turyapti. Bizning asosli demoqchi bo'lgan so'zimiz shuki, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizdan umid bilan so'raymizki, qo'linglardan kelishcha tirishib, bizning bu uzundan uzunga so'zilgan zulmdan qutulishimizga yordam qilishinglarni umid qilamiz. Qandoq yordam qilish ishini sizlar yaxshi bilasizlar. Munosabatlik mas'ullar bilan birlikda bir faoliyat ilib barsanglar natija bo'lib qolgusi inshaalloh. Sizlardan kim moddiy va ma'naviy yordam qila olsa shu yordamni qilsa, hech bo'lmasa duo qilib bo'lsa yordam qilishinglarni so'raymiz. Rabbimiz sizlarning shu qilgan yordaminglar sababli bizni asirlikdan qutuldirib ozod qilib etgay. Amin. Hurmat bilan Tayland turayotgan qalbi sunuq, chiroyi so'lg'in, ko'zlari qonliq yosh bilan to'lgan zulmdagi qarindoshlar. Pat yaqinda sizlar bilan xushalliq yoshlarini to'kib, osmoni ochiq bo'lgan pokiz o'rinda yuzma-yuz ko'rishishni taqozolik bilan saqlamoqdamiz. Oxirda barliq g'ariblikdagi asirlarning salomini ilik olg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shunday qarindoshlarımızın özünün çıxargan avazını anladığınla, yürek sözlerini anladığınla, əmdi qağını əmimizdən özümüzə qaldı. İnşallah qolumuzdan kelişçe imkaniyetimiz yer vergen, meyli maddi manevi olsun, meyli her bir namazdaki dualarımızda olsun, meyli bugünküdek dua icabet bulgan günlerimizde olsun, meyli ertiki yet namazlarımızın ki dualarımızda olsun, qarindoshlarimizni unutib qolmayli. Mana bugungi kunni 7-yanvar 8-chi kun 7 yilni oldidagi bugungi kunni bu şekilde bir her birleriga anışıqtırıştık. Bizning programmamiz muhojiratga kun tartib bu 4-chi soni. İnşallah keyingi sonlarda, ya'ni kun tartibimizda bo'layotgan masalalar haqida o'zimizga
bilishga tegishli masala haqida har birlariga shu ekranga chiqishga tirishimiz qarindoshlarim. Onun uchun bizning oddiy shaklda shu qonunimizga a'zolab qo'ysangiz, qonunimizdagi shu programmamizni taqib bersangiz, bizni qo'llaganligingiz hisoblanadi. Shu qilgan bizga qilgan yardamingiz hisoblanadi qarindishim. Onun uchun anadan boshqa yana salih duo yod etib qo'ysangiz, texmo xush bo'lamiz. Shundan birga hammalarning bugungi Arafat kunini, Juma kunini, atki Qurbaniyat kunini shu ekran orqali tabriklayman. Hammalarning Qurbaniyatiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga emanet bo'linglar.